Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Xplay uz kanali do'stlar. Sen qayerdasan desanglar, men bitta qishloqqa ko'chib keldim. Bu qishloqda sizlar bilan obzor qilib chiqamiz. Qani, let's go. Yaxshi, bu qishloqimizni birinchi uylardan boshlaymiz. Uylarning qaysi bir odam qurgan bo'lsa ham borki, o'sha odamni miyasini bittani qilib ketgan ekanlar. Bir zagruzga bergan ekan. Yomon niyatga bormaylar do'stlar. Bizlar o'zdan nima loyiq aytsan deyotganlar uchun hozir bitta ishchi bo'ldi. Do'stlar, qor yog'di sizlar taraflarga kommentga yozamiz, bizlarga qor yog'di. Do'stlar, ko'rib turganlaringizda bu qishloqchamiz katta. Hali o'zimga uy tanlaganim yo'q. Gibi. Normalni işte oldu. Voh. Bugün bayram bo'lganda bugün ha. Bugün do'stlar bayram bo'lgan, seriyozdan ekan. Do'stlar, skincan ko'rdingizlarmi? Skincha addi shuzur. Polizlarni qaranglar, yaxshi. Qishloqda o'sish katta. Bu qishloqda hali men shunaqangi rivojlantiraman. O'zi bunaqa narsalarni yo'qotamiz. Bu video ikkinchi qismida shu qishloqcha rivojlantiramiz. Taqotgan uchun jemper kiyib olganman do'stlar. Parkurchiman, ko'rib turgan. Mana ular. Qarochi, bugundan boshlab hammang menga qarang. Burnashlar. A few moments later. Hammang qaramanga deyapman. Shunday bo'lsin. Bugundan boshlab men qishloqda meraman, tushunlaringmi? Qimillama deyapman sizlarga. Safar. Bratchka. Bugundan boshlab men qishloq İşteki odamım. Bugundan boshlab men qishloqni meraman. Bittang nojo'ya harakat qilsang yetaraman. Shunga qarab ishlaringni qil, tushundingmi? Qishloqda odam ko'payib ketdi, o'sha uchun sen o'lishing kerak. A few moments later. Kim ko'rdi buni o'lganini? Men ko'rdim, men. Sen endi politsiyaga aytib beraman. Nima deyapti bu? Sen ko'rdingmi? Qaysi birini ko'rding? Tug'ilib ketdim, bu nima bo'lyapti? Bo'lakajon, bo'la kechiring iltimos. Shunday bo'lsin. Bular teparaqa chiqib gapirmasa, bular aytganini qilmaydim deyman do'stlar. Bugundan boshlab men qishloqni meraman. Teppa chiqarib o'zingcha baqirma. Bizning merimiz bu. Pishqirishlar. Qani mering? Haylo, men qochib ketyapti. Pishqirish. Meni qochasan beraki. Qishloqni meraymiz shu. Meni urma deyapti, kuspurish. Ko'rdingmi? Yo'q akajon, yo'q, ko'rmadim. Hammaga aytinglar, men qishloqni meraman. Tushundik. Do'stlar, ko'rdingizlar, bittaga bittani qilaman.
Do'stlar, bu qishloqda o'zi biz aniq qilib chiqishimiz kerak. Neto ketibdi-da, sal neto ketibdi. Ayla. Sal neto ketganda bu. Hamma bu yerdagi narsa. Ha, o'z to'g'rilaymiz. Nima ekan bu? Mana bizning qishloqdagi belgimiz. Bilmaganlar uchun. Ana shu yerda turadi, ko'rga hassa bu. Lo'ylan, qaysi ahmoq tashab bera? Sen tashading-ku. Miraki, qo'shma. Qo'shma Miraki. Qo'yit. Miraki, qo'shma Miraki. Qanisan Miraki. Surish kerak mana. Qara qo'chasan. Ha, qachon kechadi. Qara qo'chapsan. Bularga bir anavi ham yurgatib yurmaykanda tarbiya degan narsa yo'q. Menda bor. Menga hazillashyaptimi? Beraki, qanasan, qo'shma. Beraki. Senda bormi tarbiya? Menda bor dedim-ki, menga o'tirib o'rgatgan. Yo'l ustida chiqishdimi? Salom alaykum. Yaxshimi, Surat? Yaxshi. Bir muncha katta bitgan birat. Do'stlar, ko'rib turganlaringiz bir chiqishloq. Sen kimga gapiryapsan? Yutib bermanki, bilmaysan shuni. Ha, bo'ldi. Kanalimni o'rnat, obuna qo'yaman. X-Play o'z aka. Tamam, obuna qo'yaman. Do'stlar, ko'ryapsizlar, mana bizning belgimiz. Ko'rib turibsizlar. Bu zo'r belgacha, bu hech kimda yo'q do'stlar. Bu belgi hali biz bu qishloqni anaqa qilamiz. Agar videodan keyin 55 ta bo'lsak do'stlar, bu video ikkinchi qismini chiqaraman. Hozircha bu prosta takka edi. O'sha ko'p 3 kundan bir haftadan beri pashti video qo'yganim, YouTube'ga yaqinlashganim ham yo'q. O'sha uchun do'stlar. Craftingga o'ta olamanda bu yerda polna taxlaymiz.